Xitoy virusi qachon oxirlashadi? Qachon sirtlarga qo'rqmay, ansirmay, maska taqmay chiqa olamiz? Normal turmushimiz asli holatiga qachon qaytadi? Bu haqda tadqiqotchilar qanday farazlarni o'ttirib qo'ydi? Tarixda o'tgan vabolar, yuqumli kasallar qanchalik vaqtda oxirlashgan, qanchalik odamlar o'lgan? Biz hozir hammamiz o'yga sulandik. Bu ahvolda ichimiz siqildi, ichimiz mijildidi. Buni pasaytishning yo'llari bormi? Bu xil ofatlarga Qur'on va hadis nima deydi? Biz bugun bu haqda paranglashamiz. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 27 mart, yəni cümə günü elan qılğan bəyanatında nəhayət ochiq qilib, biz koronavirusunun qachon oxirlashadiganligini bilmaymiz dedi. Amma bəzi tədqiqatçılar və mütəxəssislər koronavirusunun qisqa müddətdə tugamaydiganligi, biraz uzun davamlashadiganligini o'ttirib qo'ydi. Masalan, Amerika Ichki bexatarlik ministerligining sobiq mas'uli Jolit Keym Xitoy virusining 18 oydan burun oxirlashmaydiganligini o'ttirib qo'ydi. Chunki bu virusning vaksinasi tepildi degan taqdirda uni sinashga bir qancha vaqt ketadi ekan. Amma buyuk olimlarimizdan Ibn Hajarning bu haqda bizga umid bag'ishlaydigan bir tahlili bor. Ibn Hajar deydi, tarixdan buyon yuz bergan vabolarning hammasi atiyaz faslida boshlanib, yoz faslining kirish bilan oxirlashgan deydi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı yoz faslida Xitoy virusining oxirlash ehtimolligining yo'qligi, ammo oz nisbatda tuvallaydiganligini o'tirib qo'ydi. 2 kun ilgari, ya'ni 14-aprel seshanba kuni Fransiyalik dangliq yuqumli kasalliklar mutaxassisi Diderot Xitoy virusining bir qancha hafta ichida, ya'ni yoz kirishdan ilgari oxirlashadiganligini o'tirib qo'ydi. Ammo Xitoy virusining oxirlashini tiziltalaydigan dinimiz ko'rsatgan 2 dona ish bor. Onun birincisi Allah'a yenilip Allah'a tövbe qilish, Allah'ın deganini icra qilish va zulm qarshi harakat qilish. Çünki Allah Taala Qur'on-i Karimda bu xil ofatlarning yuz berish sababini nihoyat aniq qilib 2 ishga bog'lab bayon qilgan. Onun birincisi Allah'a bo'ysunmaslik, Allah'a tövbe qilmaslik va Allah'a yelinmaslik. Allah Taala Qur'on-i Karimda "Va laqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun." Biz ularga azab avatdik. Qahatchilik, virus, yer tarvashga o'xshash har xil azoblarni avatdik. Nima uchun? Famastakanu li rabbihim. Ular Rabbiga bo'ysunmadi. Va ma yatadarrun va Allohga yelinmadi deydi. Kafirlar, zolimlar haddidan eshib, biz hammadan kuchlik, biz hammaga qodir, bizning oldimizda hech kim to'sanmaydi deb haddidan oshgan vaqtida, Robbini tunimaganda, Allohga yelinmaganda, o'zining ojizligini his qilmaganda, Alloh taologa ularga har xil azoblarni avatish orqali insonning ojiz ekanligini, kuchlik bir zotning bor ekanligini tunutish, yenilindirish uchun Alloh taolo buning o'xshash azoblarni avatadi. Ikkinchi sababi, dunyoda zulm haddidan oshsa, xushal xuram kulib yashaganlar yashayversa, mazlum qarta yordam qilmasa, harakat qilmasa, meni chaqmagan yilon ming yil yashsin deb zulm qarshi hech qanday harakat qilmay, zolimlar bilan do'stlashib o'taversa, Alloh taolo buningga g'azab qiladi. Vatanimizda nurg'ulg'an begunoh bolalar o'ldi, ota-onasidan ayirib etildi. Suriyada nurg'ulg'an begunoh bolalar, begunoh fuqarolar dengizda g'arq bo'lib o'ldi. Bombalandi. Kuchliklar o'zining manfaatini ko'zlab zolimlar bilan do'stlashib o'taverdi. Vatanimizdagi begunoh bolalarning ohi shu suriyalik sizlarni Allohga shikoyat qilaman degan bolalarning faryodi Allohga yetmaganmidi. Esimizda bo'lsin, Allohning azobi kelgan vaqtida faqat zolimlarga kelmaydi. Shu zulmga sukut qilgan, bir eg'iz gap bilan bo'lsa-mu, zulm qarshi harakat qilmagan hamma kishilarga umumiy keladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassa wa'lamu annalloha shadidul iqab." Sizlar oranglardagi zulm qilganlar bilanla cheklanib qolmaydigan Allohning azobini saqlanglar. Allohning azobi haqiqatan qattiq deydi. Bugünküdek 3 milyondan ortiq begunoh musulmon kamplarga so'langan, kichik begunoh bolalar ota-onasidan majburiy ayirib etilib, tirik yetim qilingan, kuchliklar o'z manfaati uchun ojizlarni buzoq qilayotgan kunda bu zulm qarshi harakat qilmagan, ovoz chiqarmagan, to'xta demagan har bir odam gunohkor. Alloh taolo zulmga sukut qilganlarni xotirjam hech bo'lmagandek xushal xuram yashashga hargiz yo'l qo'ymaydi. Zulmga sukut qilganlarni mazlumlar tetigan azob bilan tetitadi. Tarixdan buyon nurg'un vabolar va yuqumli kasalliklar o'tgan. Mayli yer tarvash olsun yoki virus olsun yoki har qanday bir ofat bo'lsin, bu Allohning oyati. Ya'ni inson ojiz qildigan Allohning mo'jizasi. Alloh taolo buni bizga ogohlantirish, qo'rqitish, bizning hushimizni tepishimiz uchun avatadi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Biz oyatlarimizni, mo'jizalarimizni, ya'ni inson ojiz qildigan o'shunda ofatlarimizni qo'rqitish, ogohlantirish uchun avatimiz deydi. Shuning uchun biz bu Allohning oyatini o'qishimiz, uningdan to'g'ri tushunchini erishimiz va hushimizni tepishimiz, Allohga bo'ysunishimiz, Allohga qaytishimiz kerak. Agar biz bu Allohning oyatini to'g'ri o'qimay, hushimizni topmasak, Allohga qaytmasak, Allohga bo'ysunmasak, balkim bu virus to'xtamasligi, agar to'xtagan taqdirdami boshqa bir virus yoki boshqa bir ofatlar kelishi mumkin. Shunga bu Xitoy virusini yo'qotishning birinchi usuli Allohga bo'ysunish, Allohga tavba qilish va Allohga qaytish va zulm qarshi harakat qilish. Ikkinchi usuli payg'ambarimiz 14 asr burun bizga o'rgatgan yo'l. U bo'lsa-mu karantin. Karantinni hozirgi davrda Səhiyyə Təşkilatları o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, bizning payg'ambarimiz 14 asr
asr burun karantinni yo'l qo'ygan. Payg'ambar alayhissalom hadisda vabo tushgan yerga bormanglar, agar sizlar vabo tushgan yerda bo'lib qolsanglar, u yerdan chiqmanglar degan. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom sizlarning qaysi biringlar vabo tushgan yerda bo'lib, Allohdan savob umid qilib, sabr qilib, menga faqat Allohning yozg'ini yetidi deb uyda o'ltasa, Alloh taolo u kishiga shahidga o'xshash ajr beradi deydi. Bu hadisni tushuntirgan hadis olimlari shu odamga kasal yuqqan bo'lsin yoki yuqmagan bo'lsin, uyda sabr qilib o'ltasa, Alloh taolo uningga shahidga o'xshash ajr beradi deydi. Demak, vabo mazgilida uydan sirtqa chiqmaslik, uyda o'ltirish hozirgi sahiya tashkilotlari yangidan bayqagan usul bo'lmasdan, bizning payg'ambarimiz 14 asr burun bizga o'rgatgan usul. Tarixda Xitoy yurosiga o'xshash nurg'ulg'an yuqumli kasalliklar bo'lgan. Masalan, Hijriyaning 18-yili, ya'ni Hazrati Umar roziyallohu anhuning davrida Amwas degan bir yuqumli kasal hozirgi Falastinda paydo bo'lib, Iordaniya, Lubnan, shu Sham diyorlarining hammasiga taqilgan. 30 mingga yaqin odam o'lgan. Sahobalarning cho'nglarimi shu Amwas degan vaboda vafot topgan. Misrning valisi Amr ibn As degan sahoba Sham ahliga buyruq tushirib, bu vabo o'tga o'xshaydi. Biz uningga nisbatan yiqilg'a o'xshaymiz. To'plashmanglar. Shu vaqtda vabo ko'ygili yiqilg'a topolmay uchib qoladi degan. Darvaqa shu vaqt kishilar tog'larga chiqib o'zini daldiga olgan va bu natija bergan. Uningdan ilgari, ya'ni milodiya 541-yildan 751-yil qadar Misrda Justinian degan bir vabo taqilgan. Bu keyin Bizantiniyaning poytaxti Qustantiniya, ya'ni hozirgi Istanbulga kelib taqab 200 yil davom qilgan. Buningda 50 million odam o'lgan. Bu shu vaqtdagi yer shari nufusining yarmiga to'g'ri keladi. Uningdan keyin yaqin yillarda, ya'ni 1-Dunyo urushining oxirida 1918-yili Ispaniyada yuqumli zukam taqilgan. Bu yuqumli zukam bilan 500 million odam yuqumlangan. 50 million odam o'lgan. Yana 40 yildan keyin, ya'ni 1968-yili Ispaniya zukumi Shangangda paydo bo'lib, 2 yil davomlashib 1 million odam o'lgan. Biz yashagan yaqinqi davrda, ya'ni 2002-yili Xitoyning Fushan shahrida SARS virusi bayqalib 1 yil davomlashgan. Buningda 8000 odam yuqumlangan, 774 odam o'lgan. 2009-yili cho'shqa zukumi Meksikadagi bir cho'shqa premisida paydo bo'lib 1 yil davomlashgan. Buning bilan 60 million odam yuqumlangan. 151 mingdan 575 minggacha odam o'lgan. Tarixda buning o'xshagan nurg'ulg'an yuqumli kasalliklar o'tgan. Hammasining oxirlashida o'rtaq qo'llangan ham natija qozongan usul yuqumlanganlarni karantin qilish, yuqumlanmaganlarni to'plashishdan, sirtqa chiqishdan cheklash. Balkim uyda o'tirib hammamizning ichi siqilgan bo'lishi mumkin. Buni hal qilishda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning nihoyat go'zal bir ko'rsatmasi bor. Payg'ambar alayhisolam hadisda bir uyda Qur'on tilovat qilinsa, bu uy ahliga kengari bo'ladi, ya'ni huzur bag'ishlaydi va farishtalar hozir bo'ladi. Shayton bu uyni tashlab chiqib ketadi. Bu uyning yaxshiligi ko'p bo'ladi. Agar bir uyda Qur'on tilovat qilinmasa, bu uy ahliga tor bo'ladi. Ya'ni uy huzur bermaydi, ichi siqiladi va farishtalar bu uyni tashlab chiqib ketadi. Shayton bu uyga kiradi va bu uyning yaxshiligi ozlaydi deydi. Hamda virusdan keyin qanday o'zgarishlar bo'ladi? Buning qarta analizlar, tahlillarning hammasining birda qarashi eng cho'ng o'zgarish iqtisodda bo'ladi. Ya'ni iqtisod qislashadi. Buningda cho'ng davlatlar va cho'ng boylar ko'proq ta'sirga uchraydi. Pulusi ozroq ta'sirga uchraydi. Yuqori tabaqada yashaganlar o'rta hal tabaqaga tushishi mumkin. O'rta hal tabaqada yashaganlar tuvan tabaqaga tushishi mumkin. Mashina olama, uy olama deb to'plagan pulimizga balkim virusdan keyin biz ko'zlagan mashina yoki uy sotib olmasligimiz mumkin. Bu ahvolda qanday qilamiz? Ikki xil usul bilan pulimizni saqlab qolamiz. Birinchisi, eng yuqori darajada tejashchanlik bilan pul xarjlaymiz. Ikkinchisi, xayr saxovatni ko'p qilamiz. Chunki Alloh taolo hadisi qudusiyda "Anfiq yabni Adam, unfiq alayk." Ey insoniyat, xayr saxovat qil, pullaringni yaxshi yo'lga xarjla, men senga pul xarjlayman, ya'ni men senga xarajat qilaman deydi. Yana birisi mushuningdek namratchilikdan qo'rqqan, pulning qattiq qisilishi ehtimoli bor vaqt qilgan sadiqa eng yuqori martabadagi, eng yuqori darajadagi sadiqa. Payg'ambar alayhissalomdan "Ya Rasululloh, eng afzal sadiqa qaysi?" deb so'raldi. Payg'ambar alayhissalom "Sen namratchilikdan qo'rqib turgan vaqtingda qilgan sadiqa eng afzal, eng yuqori darajadagi sadiqa" degan.